I was originally Jew, but nominally only, and I did not like the regulations of Judaism and the insistence of men serving God. This is one thing. God does not need service as such. And the second thing was the exclusivity of the Jews. They think that the whole world, whole creation is made for their sake only. And I told him, I want to become a Muslim. What shall I do? He said, it's very simple, give me your hand. And I gave him my hand. He said, repeat after me, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, which I did. Says, you are a Muslim now. Muhammad Asad yozuvchi, sayohatchi, diplomat, islom mutafakkiri, Qur'on tarjimoni va eng g'aroyib avtobiografiyalardan biri Makkaga yo'l kitobining muallifidir. U 1900-yil 2-iyulda hozirgi Ukrainaga qarashli o'sha vaqtlarda Avstriya imperiyasining bir qismi bo'lgan Galisiyaning Lvov shahrida tug'ilgan. Asl ismi Leopold Weiss bo'lgan yozuvchi 1926-yilda islomni qabul qilib, Muhammad Asad nomini oldi. Uning musulmon bo'lishidan avvalgi hayoti, ruhiy halovat izlagan yillari ham alohida hikoyadir. Oilaviy an'anaga ko'ra, u uyda xususiy o'qituvchi orqali Yahudiy tarixi va dinini o'rgandi. 13 yoshga to'lgach, u Ibroniychada ravon gapiradigan va yozadigan bo'ldi. Eski ahdni, Talmudning matni va sharhlarini o'rgandi. Garchi Leopold Yahudiy dinining axloqiy ta'limotlariga qo'shilmasa-da, unda eski ahdda tasvirlangan Xudo tushunchasiga qarshi fikrlar shakllana boshladi. Men tushundimki, eski ahdda Xudo birinchi navbatda Ibroniy xalqinikidek qilib tasvirlangan. Bunda Xudo butun insoniyat qolib, Yahudiylarning taqdiri bilan mashg'ulga o'xshardi, deb yozadi bu haqida. Leopoldning yahudiycha ta'limdan ko'ngli to'lmadi. Shunga qaramay, u haqni izlashga ham harakat qilmadi. Sababi urushdan keyingi Yevropada ko'pchilikning o'zgartirilgan dinlardan hafsalasi pir bo'lgandi. Agnostik muhit ta'sirida men tengdoshlarim kabi barcha dinlarni rad eta boshladim. Mendagi bu mavhumlik sababchisi o'zim emasdim albatta. Bu butun bir avlodga xos xastalik edi. Tez orada u nemis, fransuz va polyak tillarini o'rgandi. Bu tillarda matnlar yoza oladigan bo'ldi. Maktabdan so'ng u Vena universitetida o'qidi va 2 yil davomida san'at va falsafa tarixini o'rgandi. 1920-yilda Venani ham tark etib Pragaga ketdi. Leopold endigina 20 yoshni qarshilagan bo'lsa ham, urushdan keyingi Yevropa hamma narsadan ko'ra moddiy farovonlik va taraqqiyotga e'tibor qaratganini payqadi. Jamiyat moddiy muvaffaqiyatlar va texnologik yutuqlarga sig'inardi. Odamlarda muayyan axloqiy qoidalar deyarli yo'q edi. Bu esa turli guruhlar o'rtasida bo'linish va nizolarga olib keldi. Jamiyat va millatga urg'u berilganiga qaramay, shaxslar o'rtasida haqiqiy munosabat yo'q edi. U Yevropa puch g'oyalar atrofida birlashganini, oqibatda haqiqiy fitrat va tabiatdan ajralganini payqadi. Yevropa fikrlashimizning boshlanishi va intihosi edi, deb yozgan mutafakkir bu haqda. Leopold taraqqiyotga qarshi emasdi, faqat insondagi e'tiqod va qadriyatlar o'zgarishsiz, u tugal saodatga erishishini imkonsiz deb hisoblardi. Kutilmaganda 1922-yilning bahorida unga maktub keladi. Bu Leopoldning amakisi Dorianning unga Quddusdan yozgan maktubi edi. Amakisi uni muqaddas zaminga taklif qilgandi. Ertasi kuni u United Telegraph gazetasidagi ishidan bo'shadi va Yaqin Sharqqa yo'l oldi. Agar o'sha paytda kimdir menga islom dunyosi bilan ilk tanishuvim hayotimda burilish nuqtasi bo'lishini aytganida mutlaqo ishonmas edim, degan yozuvchi o'zining biografik asarida. Yaqin Sharqqa ketayotib, u o'zi bilan bitta kemada bo'lgan nasroniy olimi va ruhoniy Felix bilan tanishdi. Leopold kemada aksar vaqtini u bilan o'tkazdi. Okean go'zalligidan bahra oldi va e'tiqodiy masalalarni muhokama qildi. Bir kuni u Felixga insonning tuzilishidagi muhim va muhim bo'lmagan narsalar o'rtasidagi farqni aniqlashda, ya'ni ruh va vujudni ajratishda qandaydir xatoga yo'l qo'yilganini aytdi. Men sizning jismoniy istaklarni, tanani, yerga bog'liq taqdirni inkor qilishingizga qo'shila olmayman, dedi u. Bir necha kundan keyin Leopold Quddusga yetib keldi.
Sayohati davomida u Quddusda ming yillardan beri yashab kelayotgan Falastin xalqining o'z yeridan tizimli ravishda mahrum etilayotganiga guvoh bo'ldi. Bunday adolatsizlik unda o'zi ham yahudiy bo'lishiga qaramay, norozilik kayfiyatini uyg'otdi. U ba'zi kuchlar homiyligida dunyoning turli joylaridan kelganlarning Falastinga o'rnashishi va mahalliy xalqning o'z yeridan haydab chiqarilishini nohaqlik deb hisobladi. 1917-yilgi Balfour deklaratsiyasida men mustamlakachi kuchlarga xos bo'lgan eski prinsip, bo'lib tashla va hukmronlik qil tamoyiliga asoslangan siyosiy nayrangni ko'rdim, deb yozadi mutafakkir o'z asarida. Shundan so'ng Leopold sionistik harakat yetakchisi Chaim Weizmann bilan uchrashadi va u bilan sionistik falsafa bo'yicha qizg'in bahsga kirishadi. U yahudiylarning milliy uyi orzusini ro'yobga chiqarishga xalal berayotgan moliyaviy qiyinchiliklar va bu orzu yo'lida xorijdagilarning yetarlicha kurashmayotgani haqida gapirardi. Shunda men u ham boshqalar kabi Falastinda sodir bo'layotgan shafqatsizliklar uchun javobgarlikni o'z zimmasidan soqit qilishga urinmoqda degan xulosaga keldim. Siz bu muammo bilan ancha yillardan beri mashg'ulsiz va vaziyatni mendan ko'ra yaxshiroq bilasiz. Ammo arab qarshiligini ham bir chetga qo'ysak, masalaning axloqiy jihati sizni xavotirga solmaydimi? Bu yerda shu vaqtgacha yashab kelayotgan mahalliy xalqni o'z yeridan mahrum qilishni gunoh deb o'ylamaysizmi? deya so'radim Weizmanndan. Ammo bu bizning mamlakat, deya javob berdi u qoshlarini chimirib. Biz bir vaqtlar yanglish ravishda haydab chiqarilgan yerimizni shunchaki qaytarib olyapmiz. Ammo sizlar Falastin tuproqlarida deyarli 2000 yildan beri yashaganingiz yo'q. Undan avval bu hududni zo'rg'a 500 yilcha idora etdingiz. Masalan, sizningcha arablar xuddi shu oqlov asosida Ispaniyani o'zlariniki qilishga da'vo qila olmaydilarmi? Axir ular ham bu hududni qariyb 700 yil davomida qo'llarida saqlagan va atigi 500 yil ilgari yo'qotgan emasmidilar? Dr. Weizmann sabrsizlana boshladi. Buni sezish qiyin emasdi. Safsata, arablar Ispaniyani bor yo'g'i bosib olishgan xolos. Bu hech qachon ularning ona yurti bo'lmagan. Aynan shuning uchun ham ispanlar vaqti kelib ularni haydab chiqarishgan. Ma'zur tutasiz, dedim jahlim chiqib. Ammo sizning gaplaringiz menga tarixiy haqiqatlarga ko'z yumish bo'lib ko'rinyapti. Axir yahudiylar ham bir vaqtlar Falastinni ishg'ol etishgan. Ulardan ancha yillar avval u yerda boshqa semit va semit bo'lmagan xalqlar yashardi. Ular amoriylar, edomiylar, falastinlar va muabidlardir. Ushbu xalqlar bu yerda Isroil va Yahudo qirolliklari davrida ham yashashda davom etishgan. Ular bu yerda hozir ham yashayaptilar. Ishg'oldan so'ng Falastin va Suriya hududida qolib ketgan arablar juda kamchilikni tashkil qiladi va hozir ham shunday. Aholining qolgan qismini biz bugun falastinlik yoki suriyalik arablar deb ataymiz. Ular haqiqatda shunchaki arablashgan xalqlar bo'lib, yerning asl egalari hisoblanadi. Ularning ayrimlari asrlar davomida musulmon bo'lishdi. Boshqalari xristianlik dinida qolishdi. Musulmon bo'lganlari o'zaro dindosh bo'lgan arablar bilan qon qarindoshlik rishtalarini bog'ladi. Ammo siz asl yer egalarining avlodlarini qanday haydaysiz? Axir ular yahudiylar kelishidan avval ham Falastinda yashamasmidi, dedim men. Dr. Weizmann mening gapimga muloyim jilmayib qo'ydi va suhbatni boshqa tomonga burdi, deb yozadi Muhammad. Yahudiylarning hammasi ham sionist bo'lmagan. Zotan Leopold sionizmga qarshi bo'lganlar bilan ham uchrashgan. Ulardan biri keyinchalik uning do'sti bo'lgan Dr. Jacob de Haan edi. Dr. de Haan unga bir marta shunday deydi: Xudo bizni o'z yerimizdan ayirgani va dunyo bo'ylab tarqatib yuborgani behikmat va besabab ish emas. Buning o'z sababi bor. Ammo sionistlar buni tan olishni istashmaydi. Ular bizning inqirozimizga sabab bo'lgan ayni o'sha qadimgi johillikdan aziyat chekadilar. Yahudiylarning 2000 yillik sarson sargardonliklari, musibatlari ularga saboq bermadi. O'z baxtsizligimizning botiniy sabablarini ilg'ashga harakat qilish o'rniga, ular buni g'arb kuchlari siyosati yordamida qo'shtirnoq ichidagi vatan qurish orqali yashirishga urinyapti. Bu yo'lda yana og'ir jinoyatlarga qo'l urishmoqda. Ko'p o'tmay Dr. de Haan otib o'ldiriladi. Shundan so'ng Leopold arablarning hayotiga qiziqa boshlaydi. Quddusga kelgach, u Misrdan Sinay cho'li bo'ylab poyezdda sayohat qildi. Qarshisidagi o'rindiqda bir arab badaviy o'tirardi. Poyezd ma'lum bir bekatda to'xtadi. Vokzal platformasi bo'ylab yosh bolalar yugurib oziq-ovqat, tuxum, non va boshqa narsalarni sotib yurishardi. Badaviy bir parcha tort xarid qildi. Uning ko'zi qarshisida o'tirgan Leopoldga tushdi. Darhol u tortni ikkiga bo'lib, bir bo'lagini Vaysga uzatdi.
Bu kichik voqea uning arab mehmondo'stligi bilan ilk tanishuvi edi. Shuningdek, bu uning hayotga yondashuvi yevropaliknikidan butunlay boshqa bo'lgan xalq bilan tanishuvi edi. Leopold tez orada musulmonlarda Yevropa abadiy yo'qotgan aql va hisning tabiiy uyg'unligini topdi. Tez orada u Falastinni tark etib, musulmonlar hayoti haqida ko'proq narsa bilish uchun Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo sari yo'l oldi. Islom mening e'tiqodim o'laroq qalbim va aqlimni zabt etishi mumkinligi haqidagi fikrlar xayolimni egallashdan avval men masjidda yoki gavjum ko'chaning bir burchida, joynamozda, sholchada yoki yerning o'zida, qo'llari ko'kragi ostida, boshi yerga yuzlangan, tamomila o'zi bilan o'zi ovora, atrofidagi narsalarni butunlay unutgan, chin ma'noda ichki xotirjamlikka erishgan odamni ko'rsam, o'zgacha bir kamtarlik fazilatini his etardim, deb yozadi keyinchalik Muhammad. Damashqda u musulmon shanbasi, juma kuni ko'chaga yangi hayot va hayajon, shu bilan birga tantanavorlik ruhini olib kirishini ko'rdi. Bu dam olish yoki chekinish kuni emas, balki boshqa kunlar kabi to'liq mashg'ulotlar kuni edi. Odam charchaganida hordiq chiqarish kerak bo'ladi. U jumani Yevropaning yakshanbalari bilan taqqosladi. G'arbdagi ko'pchilik odamlar uchun kundalik hayot og'ir yuk bo'lib, qiyinchilikdan ularni faqat yakshanbalargina xalos etishi mumkin. Yakshanba endi dam olish kuni emas, balki ortida 2 barobar og'ir va tahdidli hafta kutayotgan haqiqiy hayotdan qochish aldamchi g'aflat kunidir. Bir kuni u musulmon do'sti bilan masjidga borganida, odamlar keksa imomning orqasida saf tortib xuddi harbiylardek tartibli namoz o'qiyotganini ko'rdi. U buning naqadar sokin ekanini va butun jamoat hamnafas bo'lib, Xudoga ta'zim va sajda qilganini ko'rdi. O'sha paytda men xudosi va e'tiqodi bu odamlarga qanchalik yaqin ekanligini angladim. Ularning ibodati ish kunidan ajralmagandek tuyuldi. Ibodat ular uchun mashaqqatni unutish uchun emas, balki Xudoni eslash orqali unga yanada yaqinroq bo'lishga yordam berardi. Shunda u masjiddan chiqayotib, do'stidan so'raydi: "Sizlarning Xudoni xuddi qarshingizda turgandek his etishingiz qanchalik g'alati va ayni damda ajoyib. Qani edi men ham shu hissiyotni tuya olsam? Bundan boshqachasi bo'lishi mumkinmi, ey birodarim? Axir Alloh Tabarruk kitobida aytganidek, bizga qon tomirimizdan-da yaqin emasmi?" Ayni shu voqeadan keyin Vays islom dinini jiddiy o'rganishga kirishdi. U tez orada islomni shunchaki din emas, balki hayot yo'li, yaratgan idrokiga asoslangan shaxsiy va ijtimoiy xulq-atvor dasturi sifatida ko'rdi. Uning anglaganlari bir vaqtlari islom haqida eshitgan va o'qiganlaridan anchayin qiymatli edi. Ruh va jism dushmanlar emas, aksincha inson hayotida muhim vazifani ado etuvchi ajralmas xilqatlar ekanini kashf etdi. Islomning ma'naviy ruhiy muammolarga yondashuvi eski ahdnikidan anchayin chuqur. Ruh va jism insonning Xudo yaratgan va ato etgan hayotida o'z o'rniga ega bo'lgan egizaklardir. Leopold Vays o'zining antisionistik qarashlari tufayli bahs-munozaralarga sabab bo'lgan birinchi kitobini nashr ettirdi. Odamlar ichida faqat undan 15 yosh katta ayol Elza uning nuqtai nazarini tushundi va yozuvchini qo'llab-quvvatladi. Tez orada ular turmush qurishdi. Elza unga Muhammad sallallohu alayhi va sallamning rafiqalari Xadicha roziyallohu anha kabi tasalli berardi. Berlinda biroz vaqt o'tkazgandan so'ng Vays islomga bo'lgan qiziqishi tufayli yana Yaqin Sharqqa jo'nab ketdi. Misrda u taniqli olim, keyinchalik Al-Azhar universiteti rektori bo'lgan Shayx Mustafo al-Marog'iy bilan uchrashdi. U Shayx Mustafo al-Marog'iy bilan turli masalalarni muhokama qilib, shu bilan birga Al-Azhar universiteti talabasi yordamida arab tilini o'zlashtirib, islomni o'rgana boshladi. Biroq avvaliga u islomni qabul qilishni o'ylamagan. Intellektual inson butun tafakkuri va hayotga bo'lgan qarashlarini o'zi hosil qilmagan tizimga moslashtirishini men ma'qul deb hisoblamadim, deydi Muhammad. U ma'lum bir e'tiqodga mansublik borasida ikkilanardi. "Menga ayting, Shayx Mustafo", deb so'radim men bilimdon do'stim Al-Marog'iydan. "Nega inson o'zini ma'lum bir ta'limot va buyruqlar to'plami bilan cheklashi kerak? Barcha axloqiy ilhomni inson o'zining ichki ovoziga qoldirgani ma'qul emasmi? Siz chindan so'rayotgan narsangiz, birodar, nega institutsional din bo'lish kerakligi? Javobi oddiy. Faqat juda kam odamlar,
payg'ambarlargina o'z ichki ovozlarini tushuna oladilar. Ko'pchiligimiz shaxsiy manfaatlarimiz va istaklarimizga bo'yin egamiz va agar har bir kishi shunchaki o'z qalbi uni yo'naltirgan narsaga amal qilsa, biz tamomiy axloqsizlik ichida qolar va hech qachon xatti-harakatlarimizning muayyan bir usuli ustida o'zaro yechimga erisha olmasdik. Siz albatta umumiy qoidaga biror istisno yo'qmi deb so'rashingiz mumkin. Ya'ni o'zlarini to'g'ri yoki noto'g'ri deb bilgan narsada yo'l-yo'riq olishlari shart emas deb hisoblaydigan ma'rifatli odamlar singari. Unday bo'lsa, ko'pchilik o'zi uchun istisno huquqini da'vo qila boshlamaydimi? deya javob berdi Al-Marog'iy. Misrda bir muncha vaqt qolgandan so'ng u yana uzoq sayohatga yo'l oldi. Bu safar Suriya, Fors, Afg'oniston va Markaziy Osiyo davlatlarini kezib, ularning ko'chalari va bozorlarini aylandi. Safari davomida u islom haqida tobora ko'proq o'ylay boshladi. Har kuni menda yangi taassurotlar paydo bo'ldi. Har kuni ichimda yangi savollar paydo bo'lsa, tashqaridan yangi javoblar kelardi. Islom haqidagi bilimlarimni rivojlantirib borar ekanman. Men har doim bilgan haqiqat beixtiyor ravishda asta-sekin ochilib go'yo tasdiqlanayotganini qayta-qayta his qilardim. Islomda u hayotning haqiqiy ma'nosini topdi. Ammo uning ongini islom Xudoning chindan xabarimi yoki u shunchaki buyuk ammo xatokor odamning hikmati mahsulimi degan savol egallab olgandi. O'rta Osiyoning ko'p qismini kezib chiqqan Leopold Afg'onistonga bordi. U Hindukushning qorli vodiylari bo'ylab Qobuldan Hirotga ketar chog'da otining temir taqasi tushib sinib qoldi. Shu sabab u bir necha kunga sayohatni to'xtatib, taqani ta'mirlatish uchun yaqin atrofdagi qishloqqa borishga majbur bo'ldi. Afg'onistondagi bir hokim, tuman hokimi o'z hududiga chet ellik kelganidan xabar topdi. U Vaysni mehmondorchilikka taklif qildi. Fors tilini juda puxta o'rganib olgan Vays taklifni qabul qildi. Kechki ovqatdan so'ng bir sozanda ularni qo'shiq va uch torli udi bilan xushnud etdi. Xonaning atrofi gilam bilan o'rab chiqilgan va issiq edi. Tashqarida qor gupillab yog'ar va buni derazadan tomosha qilish mumkin edi. Qo'shiq Dovudning Goliyot bilan jangi haqida edi. Qo'shiq tugagach, hokim dedi: "Dovud kichik edi, ammo iymoni azim edi." Men shunda o'zimni tutib tura olmay shunday dedim: "Sizlar ko'psizlar u, ammo iymoningiz kichik." Uy egasi menga hayrat bilan qaradi. Shunda deyarli beixtiyor aytib yuborgan so'zlarimdan xijolat bo'lib, gapimga asos izlay boshladim. Siz musulmonlar qanday qilib o'zingizga bo'lgan ishonchni, bir vaqtlar o'z e'tiqodingizni 100 yildan kamroq vaqt ichida Arabistondan Atlantika okeanigacha, sharqdan esa Xitoygacha yoyish imkonini bergan metin ishonchingizni boy berdingiz. Endi o'zingizni g'arbning fikr va urf-odatlariga osongina, shu qadar bir zaif tarzda taslim etmoqdasiz. Yevropa chuqur vahshiylik va jaholat botqog'iga botgan bir paytda ota-bobolari dunyoni ilm-fan va san'at nuri ila charog'on aylagan sizdek insonlar nega o'zingizning chin e'tiqodingizga qaytishga jasorat topolmaysiz? Islomning jamiki qadr-qimmatini inkor etuvchi o'sha mayda maskarat Otaturk qanday qilib siz musulmonlar uchun uyg'onish ramziga aylandi? Hokim mum tishlab qoldi. Tashqarida qattiq qor yog'ar va Vays so'zida davom etdi. Menga aytingchi, payg'ambaringizning iymon e'tiqodi va uning butun ravshanligi-yu samimiyatini bema'ni taxminlar va xurofotga yo'rilgan tushunchalar vayronalari ostida qanday dafn etdingiz? Qanday qilib shahzodalaringiz va buyuk yer sohiblaringiz boylik va hashamatdan zavqlanib, rohat va rohatda yashaydigan, hisobsiz musulmon birodarlaringiz esa chinakam qashshoqlik va faqirlikda kun kechiradigan kunlar boshingizga tushdi. Vaholanki payg'ambaringiz o'zi to'q bo'lib, qo'shnisi och qolgan odam mo'min emas demaganmidilar? Qanday qilib siz musulmonlarning juda katta qismingiz johil va bilimsiz, hattoki o'qish va yozishni bilmaydigan savodsizga aylandi? Vaholanki payg'ambaringiz ilmga intilish har bir musulmon erkak va ayol uchun farzdir. Olimning taqvodorlardan ustunligi oyning barcha yulduzlardan ustunligi kabidir deya ta'kidlagan. Hokimning vujudini ter bosdi. Uzoq sukunatdan so'ng u shunday dedi: "Siz musulmonsiz." Men kulib shunday javob qildim: "Yo'q, men musulmon emasman.
Ammo islomda xat hisobsiz go'zallikka guvoh bo'lish uchun keldim. Biroq sizlarning bu ne'matning qadriga yetmasligingizni ko'rish meni ranjitdi. Agar qattiq gapirgan bo'lsam, uzr. Shunda mezbonim boshini chayqadi. Yo'q, men aytganimdek, siz musulmonsiz, faqat o'zingiz buni bilmaysiz. Shundan keyin afg'on mezbonining so'zlari uning xayolini sira tark etmadi. In Afghanistan especially, I spoke with people who were deeply imbued with Islam and interested, and talked with them and learned through talking with them more and more. Then finally, when I returned to Europe, after my second long trip, after many years, 1926, I began to read seriously the Quran with a translation, German translation, because my Arabic, as I told you, was still insufficient. 1926-yilda Weiss musulmon yurtlariga qilingan ikkinchi uzoq safardan keyin Berlinga qaytdi. Ko'p yillik inflyatsiyadan so'ng Markaziy Yevropani rohat-farog'at qamrab olgandi. Uzoq sayohatlardan so'ng u uyida Qur'on tarjimasini o'rgana boshladi. U va Elza Qur'onni tez-tez birga o'qir va uning g'oyalarini muhokama qilardi. Elza ham Qur'onning axloqiy ta'limotlari va amaliy hayot dasturi o'rtasidagi ichki uyg'unlikdan hayratda qola boshladi. Keyin bir voqea sodir bo'ldi. O'shanda Leopold Weiss rafiqasi bilan poyezdda Berlinga ketayotgandi. Weiss atrofga nazar tashlarkan, hammani mudhish bir baxtsizlik qamrab olganini, bu havoni tushkunlik bilan to'ldirganini payqadi. Qanday g'alati, o'yladi Weiss. Axir 1926-yil Markaziy Yevropada uzoq yillik qashshoqlik va inflyatsiyadan so'ng katta farovonlik yili bo'ldi. Ammo nega hamma bunchalar baxtsiz? Weissning rafiqasi rassom edi. Odamlarning yuzlarini diqqat bilan kuzatib yurishga odatlangandi. U ham xuddi shu narsani payqadi. Weiss hayron bo'lib uyga qaytdi. Ammo keyingi bir necha lahzalar uning hayotini, u qatori boshqa ming-minglab odamlarning ham hayotini butunlay o'zgartirib yubordi. Bexos uning ko'zi stol ustida turgan Qur'onning nemischa tarjimasiga tushdi. U kitobni ochdi va birinchi ko'rgan misralari: "Ey insonlar, sizlar to qabrlarni ziyorat qilgunlaringizcha, ya'ni o'lib qabrga kirgunlaringizcha sizlarni mol dunyo to'plab, ko'paytirish, Allohga toat ibodat qilishdan mashg'ul qildi. Yo'q, sizlar yaqinda bu qilmishlaringizning oqibatini bilursizlar." Takosur surasi 1-3 oyatlar. Bu oyatlar bevosita uning poyezdda boshidan kechirgan tajribasi haqida gapirganday tuyuldi. Bu zamonaviy hayotning yaqqol tasviri edi. Oyatlarda insonning tobora ko'proq qulayliklarga, moddiy ne'matlar to'plashga intilishi va ne'matlarning ko'pligiga qaramay, ulardan qoniqmaslik hissi yer yuzida qandaydir do'zaxda yashayotgani haqida zikr qilingandi. Shundan so'ng Leopold Weiss 1400 yil muqaddam yashagan odam bugungi vaziyatni qanday qilib bunchalar haqqoniy tasvirlay olishi mumkinligidan hayratlandi. Ertasi kuni u ilgari yuzaki tanigan Berlindagi mahalliy musulmon jamoasining imomi oldiga borib, Allohdan o'zga iloh yo'qligiga va Muhammad Allohning elchisi ekaniga guvohlik beraman dedi. Bu voqea 1926-yil sentyabrda ro'y berdi. Shunday qilib, Leopold Weiss atigi 26 yoshida musulmon bo'ldi. Your name is Leopold, Leo, lion, lion. In Arabic it is Asad. Let your name be Muhammad Asad. It never occurred to me before to change my name, but since he suggested it, I accepted it and I said, let it be Muhammad Asad. And so I became Muhammad Asad from that day on. That was in September 1926. Musulmon bo'lganimdan keyin odamlar mendan quyidagi savolni ko'p so'ray boshlashdi. Nega islomni qabul qildingiz? Islomning qay bir jihati sizni o'ziga jalb qildi? Tan olib aytamanki, menda sizni qoniqtiradigan javob yo'q. Meni uning allaqaysi bir jihati o'ziga tortgani yo'q, balki meni o'ziga asir etgan narsa axloqiy ko'rsatmalar va amaliy hayot dasturining butun bir g'ayrioddiy,
o'zgacha va mukammal tuzilmasidir. Shu sabab hozir men uning mana bu jihati boshqasidan ko'ra menga ko'proq yoqadi deb ayta olmayman. Islom qarshimga mukammal arxitektura namunasi bo'lib keldi. Uning barcha qismlari uyg'un ravishda bir-birini to'ldiradi va qo'llab-quvvatlaydi. Hech bir jihati ortiqcha emas. Menimcha, islom ta'limotlaridagi hamma narsa o'zining munosib o'rnida degan tushuncha menga juda katta ta'sir ko'rsatdi. Islom oldimda tunda uyga kiradigan o'g'ridek namoyon bo'ldi, ammo o'g'ridan farqli ravishda u uyimga yaxshilik qasdila men bilan abadiy qolmoq uchun kirdi. Vaysning birinchi xotini Elza bir necha haftadan keyin musulmon bo'ldi. Ko'p o'tmay Vays 3-marta Yevropani tark etdi. Bu safar Elza u bilan birga edi va ular Makkada haj ziyoratini ado etish uchun ketishdi. Ayol haj davomida kasal bo'lib qoldi va shu yerda vafot etdi. U eri bilan birga kun va tunlarni Qur'onni o'rganish bilan o'tkazardi. Muhammad muqaddas shaharda qoldi va shahzoda Faysal bilan tasodifan katta masjid kutubxonasida uchrashgach, uning otasi Saudiya Arabistonining taniqli asoschisi Qirol Abdulaziz al-Saud bilan uchrashish taklifini qabul qildi. Muhammad Asadning aql-zakovati, ruhiy teranligi va bilimiga qoyil qolgan podshoh u bilan yana bir necha bor yuz ko'rishdi. 6 yilga yaqin Muhammad Makka va Madinada arab tili, Qur'on, hadis va islom tarixini o'rgandi. U o'qishi orqali musulmonlarning kamchiliklariga qaramay islom qudratli kuch ekanligiga amin bo'ldi. U butun umrini islomni anglash va jonlantirishga bag'ishladi. U Abdul Azizni islomiy uyg'onishga olib keladigan va musulmon dunyosini haqiqiy islom ta'limotlari ostida birlashtira oladigan potensial rahbar sifatida ko'rgandi. U taqvodor podshohning fazilatlariga qoyil qoldi, lekin uning uyg'onish umidlari amalga oshmadi. Shunga qaramay u kerak bo'lganda qirolga yordam taklif qildi. Bir marta u Britaniyaning Abdul Azizning raqibi Ad-Davishni qo'llab-quvvatlayotganini fosh qilish uchun Quvaytga xatarli sayohat qildi. Asadning ushbu maxfiy rejani fosh qilgan maqolasi ham arab, ham Yevropa gazetalarida chop etilgan bo'lib, Abdul Azizni inglizlarga qarshi kuchliroq pozitsiya egallashga va oxir-oqibat Ad-Davishni mag'lub etishga olib keldi. Har doim maktub orqali u bilan aloqada bo'lib turgan Muhammadning otasi islomni qabul qilgandan keyin o'g'li bilan aloqasini butkul uzdi. Uning musulmon bo'lishini singlisi ham qabul qila olmadi. Oradan ko'p yillar o'tgach, otasi uni musulmonligini tan oldi va ularning muloqoti yana boshlandi. Afsuski, Vaysga ularni qaytib ko'rish nasib etmadi. Natsistlar uning otasi va singlisini 1942-yilda konslagerida o'ldirib yuborishgan. Muhammad Asad mustamlaka bo'yin turug'idan ozod bo'lish yo'lida Shimoliy Afrikada olib borilayotgan kurashga chuqur xayrixoh edi. U buyuk Sanusi rahbari Said Ahmadning yaqin do'sti va muxlisiga aylandi. U Saudiya Arabistonida yashagan, uning xalqi Sahro Arsloni Umar Muxtor boshchiligida zamonaviy qurollar va havo kuchlari bilan jihozlangan Italiya armiyasiga qarshi astoydil kurashayotgan edi. Garchi Umar Muxtor ko'p yillar davomida Italiya armiyasiga qarshi muvaffaqiyatli jang qilgan bo'lsa-da, diktator Mussolini o'zining shafqatsiz generallaridan biri, general Grazianini Muxtorning partizan kuchlariga qarshi qo'ydi. Ayni o'sha paytda Said Ahmad Asaddan Muxtorning huzuriga borish, vaziyatni tahlil qilish va yaxshilash uchun qo'lidan kelgan yordamni unga berishini so'radi. Asad darhol rozilik bildirdi. Men uchun islom bu yo'l va u yakun emas. Umar Muxtorning chorasiz partizanlari xuddi 13 asr oldin payg'ambar safdoshlari qilganidek bu yo'lni bosib o'tish hurriyati uchun o'z qoni va jonlari bilan kurashayotgan edi. Natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar, og'ir va azobli kurashlarida ularga yordam berish men uchun xuddi ibodat kabi farz edi. Yana bir bor Asad xavfli safarga otlanib, Liviya cho'lida Muxtor bilan uchrashish uchun yo'lga chiqdi. Ularning guruhini italyan razvedka samolyoti payqab qoldi. Dushman ularga hujum qildi. Italiyaliklar Muhammadning partizan hamrohlaridan biri samolyotga qarata o't ocha boshlaganida ortga chekindi. Shu tariqa Asad oxir-oqibat Umar Muxtorning qoshiga yetib keldi va 70 yoshli Sahro Arsloni bilan uchrashdi.
O'sha qaltis vaziyatda kurashni davom ettirish faqat o'lim va mag'lubiyatga olib kelishini payqagan Muhammad Umar Muxtorga Misrga qochishni taklif qildi. Shunda u yerda biroz kuch to'plab qayta kurashish mumkin edi. Keksa Umar bunga rozi bo'lmadi. "Yo'q o'g'lim, agar men va mening shogirdlarim Misrga borsak, hech qachon qaytib kela olmaymiz. Qanday qilib biz o'z xalqimizni yetakchisiz qoldirib, ular Xudoning dushmanlari tomonidan yutib yuborilishiga yo'l qo'yishimiz mumkin?" dedi u. Umar Muxtor o'sha yerda uni o'lim kutayotganini anglab turgan bo'lsa ham, bundan zarracha qo'rqmasligini Muhammad yaxshi bilardi. "Biz jang qilamiz", dedi Umar Muxtor unga. "Chunki biz bosqinchilarni quvib chiqargunimizcha yoki o'zimiz o'lgunimizcha dinimiz, ozodligimiz uchun kurashishimiz kerak. Boshqa tanlovimiz yo'q. Biz Allohnikimiz va unga qaytguvchimiz." Oradan bir necha oy o'tgach, italyanlar Umar Muxtorni o'z nazorati ostidagi hududda qo'lga olishdi va uni o'z xalqining ko'z o'ngida osib o'ldirishdi. Muhammad 1932-yilda Arabistondan Hindistonga jo'nab ketdi. U yerda u Pokistonning ruhiy rahnamosi bo'lgan mashhur faylasuf, shoir Muhammad Iqbol bilan uchrashdi. Iqbol Muhammadni kelajakdagi islom davlatining intellektual asoslarini qurishga yordam berish uchun qolishga ko'ndiradi. Muhammad Asad tez orada zamonaviy musulmonlar duch kelayotgan muammolarga bag'ishlangan monografiya nashri bilan Iqbolning hayratiga va jamoatchilik e'tirofiga sazovor bo'ldi. 1947-yilda Pokiston tashkil etilgandan so'ng u islomni qayta qurish bo'limini tashkil qilish va boshqarish uchun tayinlandi. 1952-yilda 26 yillik sharq sayohatlaridan so'ng u Nyu-Yorkka keldi va Pokistonning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi vakolatli vaziri bo'ldi. Bu vazifadan u o'sha yilning o'zidayoq bo'shab, Makka sari yo'l nomli mashhur kitobini yozishga kirishgan. Asad keyinchalik Nyu-Yorkda tanishgan Pola ismli ayolga uylandi. U davlat departamentida ishlar va Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi AQSh delegatsiyasining vakili edi. U o'zining katolik ildizidan qoniqmay, mustaqil ravishda islomni o'rganishga kirishgandi. Muhammad 1955-yilda Nyu-Yorkni tark etib, Marokashga keldi va 80 yoshida Qur'onning ingliz tilidagi tarjimasi va tafsirini yozib tugatdi. U hayotining so'ngiga qadar islomga xizmat qilib, 1992-yilda Ispaniyada vafot etdi.